Voy, enang damidan sikasanmi? Dalboyev nimen bilan sikasan? Mencha cho'choqchen bilanmi? Cho'chog'ingga bilan strapon tiqib qo'ymay yugurib yurasan keyin. Dot chiqarib oling straponni, dot deb. Kelsang o'ldirib qo'y. Senlar chichqoqlar to'lka va'da berishni bilishasan xolos. To'lka va'da berishni bilishasan. 3 yildan beri primoy efirda o'tiraman. Bitten kela oldingmi? Hammang kelganing yig'lab manqingni osilib qochib ketishyapsan. Dalbayoblar. Senlar meni Dilshod bilan putut qilmagin. Ko'tingga sikib qo'yaman hammani to'n qaytirib. Piterdagi siz, ha, Piterdagi men. Salom Nurikjon, qalaysiz? Go'zalim, yaxshimisiz? Yuribsizmi? Qo'ttimga tupurgilab siking deb yuribsizmi? Kel uzga deydi. Voy, ke Rossiyaga ko'tingga sikib qo'yaman, dalbayob. Meni borishga vaqtim yo'q, gadoychilik qilishga toqatim yo'q senga o'xshab. Keyin ota-onangga o'xshab 1 kilo go'sht uchun 2 soat, 3 soat yalinib o'tiraman qassob oldiga borib olib. Hech ham toqatim yo'q ekan gadoychilik qilishga O'zbekistonda. Gadoy bo'lib yotishibsan-ku, gadoy yotgan ko'rib o'tirishigin aptini qara, sasib bijib yotibsan-ku. Sassiqlar billat. Jasmin, тебе есть такое качество, которое я сильно уважаю, это чисто плотность. Спасибо. Спасибо, моя хорошая. Moskvadamisiz? Yo'q, men Moskvada emasman, Peterdaman. Hozir Nevskiy prospektdaman. Pasport ham yo'q bu iboni. Pasportda nima kerak bor? Puling bo'lsa changalda sho'rva. Seni pasporting bo'lsa ham deport bo'lib amin chiqib ketyapti-ku. Dalbayob, qancha yotibsan ana sen nima edi? Spetspriyomda tiqilib, bir-biring ustingga yotib olishib. Pasporting bo'lsa ham ko'tingga sikib qo'yishyapti-ku. Невский проспект, Жасмин. Да, Невском проспекте. Невский проспект 148 на купаться приехали. Квартиру нам дали на 1 день. Искупаться. Endi Qoratappak nima oyog'ini qiradim 1 soat endi. Necha soat kutamiz endi? Sani ushlasa kim izlayapti? Kim? Mana aytyapman-ku. Nevskiy prospekt, dom 148. Даже kvartiraning nomerini ko'rsataman. Kim meni izlayapti? Izlama. Mana men adresimni aytyapman. Gadoyvachchalar. Kim? Nevskiy prospekt 148. Даже соседний domni ko'rsataman. Pidaraslar. Og'zi burningga sikib bitting ko'tingni ko'tarib kelisha olmaysan. Hozir ko'rsataman oynagidan. Bu yoqdan ko'rinmas ekan. Bo'ldingizmi? Boring, kim kiradi? Hozir men gandonlarga ko'rsatay. Adresda ishonmayapti shekilli, aldayapti bo'lib. Mana. Соседний дом. Gandon, og'zi burningga sikib. Mana, соседний дом. Mana ona Nevskiy prospekt, дом 108, 113. Вот. Невский проспект, дом 113. Видишь, gandon, блядь, bitta erkaging bormi? Kechimdi ko'raychimi erkak bo'lib, bir toshshog'ini osiltirib kelishchi? Pidarazlar. 148, соседний дом, дом 148. Kartada ko'r ishonmasang, pidaraslar, og'zi burningga sikaman. Luboyini javob. Qo'ttoqni yeysan. Qo'ttoqni yeysan. Mana men cho'milib chiqay hozir, primoy efir ochib chiqib ketaman. Ko'tingga sikib chiqib ketaman, qarab turasan. Og'zi burningga sikaman. 50 tenga ko'tingga to'n qaytirib qo'yaman. Chiqarlar bilan. Og'zi burningga sikib pusto zvonlar bilan. Knopka bosishdan boshqa qo'ttoqni ham qo'lingdan ish kelmaydi bilan. Katta ketma deydi. Gapimga javob, ko'tingga sikaman. Shuncha kunga javob berib yuribman. Chichivarishding-ku, ana Munist konsertiga borsang amin chiqadi deding. 500 deding. 500 deding. Meni 8 ta aqranam bor edi xolos. Senlardan qo'rqqanimdan aqran olganim yo'q. Munisopga iltimos qilganicha aqran olib keldim. Konsertda shov-shuv bo'lib ketmasin deb. Sen chichqoqlar yaqinlasha olmading ham udaji. 500 deding senlar, 500 ta. Men 9 dedik biz, bo'ldi. Gandon, ya'ni katta ketasan, sassiqlar yugurib kelib olib, xotin bola chaqayimlar rasmga tushishdan qo'tadi qo'lingdan kelmadi.
Tak stop ko'tingni qisib o'tirish. Og'zi burningiz kama hammangni. O'zi seni Xudo urgan-ku dedi. Xudo yana ham ursin. Yana ham ko'proq ursin. Shunaqa uradigan bo'lsa, Xudo ko'proq urib turaversin. Тебя сколько раз трахали? Много раз. Меня много раз трахали. Jasmin классная. Pustazivollar bilak. Knopka bosishdan boshqa qo'ttaqni ham qo'lingdan ish kelmaydi bilak. Gandollar. Bo'ldi so'kmaysiz O'zbekka. Nodirbek hammani ham emas, mana Gadoyevachalar so'kib O'zbekda meni o'rtoqlarim juda ham ko'p. Mana Moskvada elitni joylarda ishlaydigan bolalar bor, qizlar bor, yaxshi odobli, aqlli dugonalarim juda ham ko'p. Prosta dalbayoblar ko'pda. Mayda konchilning odamlar, nidarazvitay molxonadan to'g'ri kelganlar ham ko'pda. Ularga tushuntirishda hojati ham yo'qda. Народ, хватит и нервировать, вы все равно ничего не сможете с ней делать. Живите и радуйтесь. На что радоваться, другой на чем? На что им радоваться? На стройку? O'zbek SSU, O'zbek gazini bosing. Ha, doston ekan. Gazini bosib chiqib bo'qiga javob bera olmaydi, bo'lak pizdet. Chiqqan bo'qiga javob bera olmaydi, yana katta ketadi. Bu odamlar shuni gapirib nima bu odamlar shuni shunday gapirib nima mazza topadi? Tushuningda, bularda stroykada televizor yo'q. Bitta telefon bo'lsa ham o'sha ham ishlasa zo'rg'a ishlaydi, u telefon o'ldiram. Endi onasiga telefon qilaman deb 100 so'm pul so'ygan bo'lsa, 80 so'mga gaplashganimizda 20 so'm megabayt sotib olgan. Endi kirib meni tomosha qilib o'tiribdi, qayoqqa ham boradi, qayoqqa kallasini uradi, ilojisi yo'q-da. Jasmin kurtkiye sanni joy voy do'zax meni joyim do'zax. Men shayton akam bilan sevilib yashayman. Seni sikyaptimi degan? Seni ko'tingga kirib chiqyaptimi? Men do'zaxdamanmi, jannatdamanmi, inamda amidamanmi? Seni sikyaptimi gastarbayter? Yulduz sizni izlayapti deydi. Voy, shunaqa mol odamlar ko'p, shunaqa nidarazvitay odamlar. Men yashirinib yuribman ekanmi? Крысоподобный. Покажи подруга. Хуй сосать хочешь? Гастарбайтер? Подруга тебе зачем? Вот тебе в ближайшее время подруга. Вот так делай рука. Вот так делай рука. Вот тебе подруга дыра. Бери коч, tanımda qolmadi koch. 6. Вот тебе в ближайшее время подруга. Mehmonga borsak bo'ladimi dedi. Davron, seni fushiviy teleni meni uyimga tashlama iltimos. Sasigan bijigan teleni qo'tab bormi senga menikidan? Qo'tab bor ekanmi? Keyin uyimizga klapalaring yuqib sassiq stroykadan pisuga betonni olib kelib vannaga to'kib, qatib qolib vanna. Yo'q ala. Og'zingga beraman dedi. Nima bilan berasan? Bulbulatring bilanmi? Seni bulbulatring menga zubachistka bo'ladi xolos. Bo'ptimi? Uni pinset bilan cho'zib qo'yaver o'zing. Kichkina cho'chaqchini. Halal sambalak gibi olur. Nega o'zbeklar orasida ko'tlar ko'p? Потому что sen ko'tliging uchun hamma ko'tib ketyapti-da. Hammaga gapish ko'tingni berib qo'yganingga ko't kishi yoqib ketib qolyapti. Ko'tlik qilma-da.
Ha, hali kino-ku. 2 qat qizni qutqarib qolishami? Voy, voy. Это же жены одного человека. Hey basharingga seni deydi. Nima basharamga? Nima Samarqand ko'ti, nima basharamga? Senda u bashara bo'ladi. Bizda oppoqina kremlar surtilgan go'zallik, u sassiq bet senda bo'ladi, cho'milmasdan. Suv yetmagan beting sassiq bilak. Bijigan bilak. Bijigon degan qo'shiqni eshitganmisan? Menga Instagramdan сообщение kelyapti. Kimdir sevgi izhor umidonam qilyapti. Onangda ami, anaqa prostinya qirqib yopishtirilgan onangda ami bo'ladi. Samarqandjon, onajoningni omi tovoq yeb ketgandir, sendaqa itni tug'aman deb. Ha, Samandarjon, Samarqandjon, ona gnang nashi shalpaygan amiga skayn. Otta ami deb ketgandir, oning seni tug'aman deb, dalboyob tug'aman deb. Halasim balaki bo'lur. Kim kirib ketdi cho'milgan? Mag'argulmi? Onang bilasanmi Samarqand? Onang prokladga ishlatmaydi. Onang eski anaqalar bor-ku, nima edi? Paxta teradigan etaklar bor-ku, eski tuski etaklarni yuvib, amiga qirqib qo'yadi. Bilasanmi shuni? O'zbekistonda prokladga yo'q-ku. Onangda ami sharvar olib ketganda to'g'ri. Boshqa prokladga ishlatish olmaydi, puli yetmaydi onajoningni. Onang shuni eslab qolgan. Onang anaqa ishlatadi. Prostinyani qirqib, eski prostinya yopishtiradi. Eslab qol. Sassiq onangda. Bir haftada bir marta jumla bijib bilay. Seni tuqqani borganda balinsani ves sasitib borgan. O'zbekiston tug'ruqxonaga borsangiz amdi hid keladi, bilasiz. Bijib ketadi. Hamma yo'q. Как мне тебя звать? Xohlasam balak bo'lur, cho'choqingni kalak bo'lur. Красный, черный, газ. Запомнил? Hamma известный aktyorlar to'plashib olibdi. Tojikistonga ketyapti. Voy, men uning sochini qarang. Reklama deydi. Объем рекламы, To'kirgan xotinga o'xshaysiz. Kirligi, voy, yotib ola qolay-a, bunday qilib cho'zilib. Qoching Gulmira, oyoqlarga joy yo'qmi? Men oyog'im tagiga bo'lib, batonchikka keldingizmi? Olib ketavering, bo'ldi, to'ydim. Yo'q. Olib ketavering Gulmira. Oling. Olib ketavering, bab tugatasizlar. U yoqdan bu yoqqa aylanib men qaramayotganimda. O'larkan balaki bo'lur, shaqalum tam takalaga bo'lur. O'larkan balaki bo'lur. Sassiqamdi bolalar o'tirishibsanmi? Sasib, bijib, aming sasib, bizni qarayotib, senlar bizga xizmat ko'rsatgan artist bo'lishasan-da. Hozir biz bu yerga chiqib ketamiz, Domrobotnica onang kelib tozalab ketadi. Yana biz u kvartiraga chiqib qo'yamiz. Domrobotnica kim edi? Qirg'izmidi? Yo'q, tojikmidi? Tojik. O'zbek bilan tojik kelib yuvib ketadi, ko'timizni bo'qini tozalab. Ko'rdingmi razницani? Sasib bijib yuraverasan. Nigina opa qanilar? Nigina uyda, o'zini uyida. O'zini uyida deyman, uyimizda. Men просто cho'milgan keldim boshqa kvartiraga. Uyimizda suvni o'chirib qo'yishdi. Gastarbayterlar stroykada bir kun, bir haftada bir marta cho'milishga, bir oyda bir marta cho'milishga suvni ochishgan ekan, bizga yetmay qoldi. Mayli, bir kun chidaymiz, воскресенье kuni cho'milishadi, endi sasigan bijigan toshog'ini yuvish kerak-ku. Oldi sariq, orqasi korичневый. Zato ular halol topishadi, iflos, bildingmi? Enangda amiga kirib ket halol puling bilan. Yalab yuraverash sassiq cho'choqlar, dalbayob. Aminga kirib ketmaysanmi billa qo'shilishib? Avtobusda portlab o'lishyapsan-ku, Qozog'istonda yo'llarida sasib, bijib, puling yo'qligidan samolyotga bilet ola olmaysan. Zato senga o'xshab ruslar, men ruslarni og'ziga beraman, sikmayman, siktirmayman. Og'ziga berib pulini olaman. Sen gadoyvachalar xizmat ko'rsatgan artist, ko'tini po'qini tozalab yurishasan. Sassiqlar. Dagestan ko'rib qolsang, qo'qqaningdan bitta Dagestanga to'rtta o'zbek. Brat, paymin brat.
Brat, men musulmon. Кто ты по нации? Я musulmanin deydi. Aşağı natsiya bormi? Musulmanin degan dalboyob. У вероисповедь. Мы найдем скоро, искать не надо. Я сейчас Невский проспект, 148 нахожусь. Первый подъезд, второй этаж, 5-я квартира. Я не скрываюсь, могу показать, долбоёб. Жопу на британский флаг порву, блядь, гандон. Брат, прости. Брат, мы мусульмане не же, брат. Qanaqa tenga брат, блядь, долбоёб. Qo'rqoq xalq. Трусливые ублюдки. Chiqaq, stroykidan chiqolmaysan, bilad. Pasportingni начальникka mana olib qo'ygan. O'lasan dedi. Voy, boqqim yemaysanmi? Meni oldi, sen o'lasan, stroykadan yiqilib tushib, kirpich-pirpichga boshingni urib olib. O'ligingdan tirigingdan o'liging qimmat, sen dalboyoblarni bilad. Olib ketish Gruz 200, блядь, 70 ming turadi. Sen tirigingni, блядь, avtobusga tiqib jo'natgan arzonroq 2000 so'mga olib borib qo'yadi O'zbekistoningga. Sassiq, блядь. Alarsan balak bo'lur, shaqatumtum talak bo'lur. Alarsan balak bo'lur. Я спорил с судьбой. On yilgacha olib ket. Voy, endi bir hafta dedi, 2 oy dedi, 1 oy dedi, 10 yilda o'laman ekan endi. 10 yil menga yetadi. Maza qilib yashab olaman. Senga o'xshab gadoy bo'lib, o'rislar ko'tini tozalab o'tib ketmayman. Bo'qini tozalab, hali kanalizatsiyasi tiqilib qolsa, 3 tayin borishib bo'qini tozalashasan. Sassiqlar billah. Bo'qqa botib o'lib ketishasan. Zato halol de, yash bo'qni ham tozalashni zato halol de. Chopirni pulini halol deb olib yotishibsan-ku, chopirni pulini xizmatini qilib. Sassiqlar billah. Farruh, dedi Farruh. Yuragim, meni yuragim. Aminga kirib ketish gastarbayterlar. Chiqqan ashi prokladkasi yo'q, pododalnikni qirqib qo'yadigan ayni kirib ketish. Ashi aynamidan osilib spermatozoid bo'lib tushgansan. Onang dadangga siktirgan bilasanmi? Sen ham o'zi osmondan tushib qolmagansan. Onajoning sassiq dadangga toshshoq yuvilmagan traktorchi dadangga siktirgan. Sassiq qutog'ini onangni jum bosgan, amiga sikkan, spermasi to'kilgan, keyin sen ko't yirilib jullik amdan chiqqansan. Tushunyapsanmi? Osmondan seni ayiz top kelmagan, qush uchirib kelib tashab ketmagan. O'ylagin, onang ham mana qilib kayf qilib yotgan. Dadasi bo'ldi, dadasi bo'lib qoling deb siktirib yotgan onang ham. Tilladan emas onangda ami ham siktirgan asha qo'toqqa zor bo'lgan onajoning ham. Sen maymundan, voy menga farqi nima? Zato sendan maymundan tarqalamanmi, itdan tarqalamanmi, boshqa narsadan tarqalamanmi? Zato yeganim oldimda, yemaganim ketimda bo'lib yashab yuribman. Senga o'xshab xizmat ko'rsatgan artist bo'lib bo'q tozalab yurganim yo'q. Farruhga ko'rdingmi, dashi sen qo'limni qimillatishimga dastoyniy odam emassanlarda, sassiqsanlar. Dashi men выгонять qilmayapman bittani ham, потому что senlarning gaping bo'qimi, hali sassiq tursigimni hozir yechaman. Uyib qolgan krem surkab yuraman-da, ko'timi teshigiga yaltiroq krem surkab yuraman. Ash ko'timi teshigiga uyib qolgan tursigimga ham arzishmaysan, bilasanmi? Sassiq tursigimga ham arzishmaysan. O'shuning uchun men senlarni выгонять ham qilmayman. O'tirishaversin shu gadoylar ham qaytadir o'tirish kerak-ku deb. Mana o'tirishibsan 1500 ta odam bittang erkak bo'lib kelib nakazat qilisha olmaysan meni, gadoy bachchalar, ko't hezalaklar, xotinchalishlar. Yubka kiyishib olgin, erkakroq bo'lishkim deb nakazat qilgin, onang ham qolmadi, xolang, dadang ham qolmadi, so'kib tashladim. Iskandar Makedonskiy Peterga boryapti, kesin.
Meni ham hech narsa qilgim kelmayapti. Negindon yo'q bu yerda. Negindon bilan semiz qurt u kvartirada qolgan. Biz boshqa kvartiradamiz. Yurib, biz boshqa kvartiraga kelib olib. Ana. Mana. U yoqda yotdik nima, bu yoqqa kelib yotdik nima tushunmayapman o'zim. O'z cho'milgani keldim men bu yoqqa. Nima korzinkasini, o'g'irlab ketamiz. Nima qilasiz uni? Vino icharmidingiz siz har kuni? Yotibsiz. Спасибо. Спасибо, профиль удален. Очень красивая. Спасибо. Rosa uyqum kelyapti, meni bilsangizlar edi. Ya maladoy tapatam parapatam. La 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 loy tapatam parapatam. Ikkinchi kvartirani biz xazinimiz podarka qildi. Borib dedi, cho'milib, yuvinib kelinglar dedi. Kelib olib yotib ola qoldik. Kapan kelganda o'lib ola qoldik. Qani? Kavlamelar birovni kvartirasini. Ichi anaqa apkinchi. Boshimga urib ketdi. Bu bilan nima bu? Go'shtni maydalaydi. Go'shtni maydalamaydi, eta go'shtni yumshatadi. Kallam yurib kirchi. Assalomu alaykum, texoshnik. Nima gap bor? Voy, bek andijanskiy gap yo'q, o'tiribmiz. Bitta kvartiraga keldik, cho'milgani suvimiz o'chib qoldi. O'shanga cho'milgani keldik boshqa kvartiraga. Xazinimiz kvartira podarka qildi, borib dedi. Shular shu sizlarga bir 3-4 kunga kalonkani qilgincha dedi. Kelib yotib ola qoldik Guli bilan. U yoqda yotdik nima edi, bu yoqda yotdik nima tushunmayapman o'zim ham. Qattiq urib ko'ringchi, kesini qo'tog'ingga urib ko'raman, dalbayob. Og'zi burningasiga qirg'izdir g'itgani biladi, dalbayob. Bor nahvoy отсюда, biladi. Gandon biladi. Bir toshog'ingga urib ko'raman. Asnaqa gaplar. Yotibsiz ontarilib, jinnicha kvartira ekan. Yana qayerda dengki qo'shnik, Nevskiy prospekti o'rtasida deng, go'zallik eng sentrda. Shu kvartirani menga sobstveniy qilib bermaydimi deng? Remont qilib, shiqarni qilib yashayman. Bugun Alilar yo'lga chiqishdi, yo'lda kelishyapti. O'sha Ali akam bilan Farhod aka olib ketgani kelishyapti. Ertaga emas, inninga qaytishga yo'lga chiqamiz o'sha. Damir yaxshimisiz, tuzimisiz? Piterdami? Ha, Piterda. Oynaklari kir, shaltaq. Parda bechara qachonlardir oq bo'lgan. Hozir qorayib ketibdi. Yana связи bo'ldi. Texoshniga 23-kunga stol zakaz qilib qo'yganman klubda. Bo'kib tusovka qilib kelamiz. Ya maladoy tatatam lantalatam ya zalatoy deyapti. Bittasini efirga kirsam. Ayt menga peshonamga yozilgani hazilma, ishqingda esidan ayrilgan divonaga bo'lib yetding. Spichki для газа. Spichki. Qachon o'lasan dedi. Firdavs seni onangda amashi prokladkalardan chirib ketsa, prokladka taqmaydi, onangda pul yo'q prokladkaga. Seni onang eski prostoyan qirqib amiga qo'yadi. Seni tug'amanda mesячница yirilib ketgan. Jasmin doim sog' bo'ling. Rahmat, kolonni между нами .100. Ya zalatoy itdagi sharlar chekamiz, viskilar ichamiz. Ertaga mehmonlar bilan tumala yumalla, ashuncha go'zal bo'lib bugun sochlarimni jingalak qilib. Onang domiga kirib ketdi-da, kuyikmay o'l ko'tvatcha. Seni onang sharvari, meni onamni o'lib ketganiga 27 yil bo'ldi. Amini juni ham qolmadi, qayerga kiraman? Seni onang tirik qalam qo'toq so'rayapti 1 kilo kartoshkaga, borib kirib ket. Lay. Keling, muntik mashinadan bitta uraman boshingizga, zatilkangizga uraman, tirik qolsangiz labingizni bekor qildirib beraman. Ya zalatoy tatatam. Firdavs ko'p. Yomonga o'lim yo'q. Tak что sen birinchi o'lasan dalbayob.
Stroykadan bilan tushib ketib, Amin chiqib qoladi, olib ketgan odam bo'lmaydi. Aminga kirib yotaverasan. Aminga gero bo'lib, ratatata, ratatata deb yuraverasan keyin. O'ligingni olib ketgan yigit, bilan tirigingdan o'liging qimmat, gandon, firdavs ko't. Stroykadan tushib, kirpichga tushib, boshing yorilib, qatig'i chiqib ketsin, pidaraz bilan. Iflos maymun deydi. Enangdamga kirib kelgan. Rattat o'zini ko'rsatib yuribdan, ko'tini jipillatib. Hali erkaklar qiz ko'tini jipillatib yuradi-yu. Azal jipillatib yuribdi ko'chama-ko'cha. Birinchi o'rinda olib o'tirib. Yo'q, ashi shirinlikda. Ashirlikda. Guli, ashirlikda o'shada yesiz bo'lmasmidi kvartirada? Uni ko'tarib ketish ham bor hali. Qo'la-mo'lalardi. Ratatata. Cho'milmaysizlarmi, qizlar? Asab tuzu, voy, bizda asab buzilmaydi-ku, bilasiz. Biz veliki ayollarimiz asab qaytdan bo'lsin bizda. Men u yoqqa yuraman, bu yoqqa yuraman, pul to'planaveradi. Asab qaytda bo'ladi bizda. Biz bu yoqda, Wi-Fi ko'tini? Bugun anaqa qilaylik, xonim qilaylik, cho'milib borib, go'zal bo'lib. Ingichka qilishga, ular semiz qilyapti. Nima bo'ladi? Qachon? Qonun. Nima tirjiyapsiz? Qora tappay. Cho'mil to'ton hamon. Cho'milgani kelgansan bilan daydi. Ha, cho'milgani kelmagan. Ha, ash ikkita chochiq qo'yib qo'ydim vannaga, tegmanglar. Men top-toza sochiqda cho'milib chiqaman. To'ton hamon. Shampunni tashab chiqing. Mana buni olib ketaman, uyda kiyib yurishga. Qani? 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 Voy, endi hamma yo'qni o'g'irlab ketinglar bu kvartiradan. Yo'q, ijtimoiy. Mana uni olib olinglar, lekin go'sht maydalaymiz. Taq qilib birortadan cho'chog'iga uramiz. Этот fetishistlar. Извращенецlar. Подруга, подними меня срочно. Qo'ttaqdi ye kaldun. Qo'ttaqdi. Поднимать qilaman seni qo'ttaqqa. Stinkalarni to'lstiyligini qarang. Bu dom menimcha oldingi zamonda domi. Ko'rsataymi oynadan Nevskiy prospekti odamlar? Voy, boshqonasini ham ko'rsataymi? Kaviorni aptini qaranglar, atomni vaynadan qolib ketganga o'xshaydi. Shuni qanchadan berarkin? 2,5 mingmi, 3 mingmi? Yo'q, qimmat bu kvartira. Под Питерda. Uzoqda, u yangi stroyka, bu eski stroykada. Bu yerda bilasizmi, oldingi zamonda kimlar yashagan? Bu yerda mana ko'ylaklar kiyib yurishgan bunaqa. Otarava turardi pastda taksini o'rniga. Otarava kelgan bu yoqqa. Bu eski domda qarang, Sovetskiy Soyuz qolib ketgan. O'shanchi qarang. Yaxshi. O'shanchi eshiklari kiyib qo'yiladi deb o'yladim. Ha, ashinchi ko'ylaklarni deb yurganda, nima balniy platyalar kiyib olish. Bugun balga boramiz. Teleshka zakaz qilib qo'ying degan. Keyin qo'ng'iroq chalgan, osmonga tomga chiqib, dang qilib, keyin teleshka kelgan. Olib ketgani. Guli, siz agar shu zamonda yashaganingizda ko'ylak razmerda uzun zakaz qilish kerak edi. Hammaga 1 metr ketsa, sizga 5 metr. Sizga yarashmasdi. Sizga juda ham xunuk bo'lardi, Guli. Manaqa fariklar bo'lardi, bilasizlarmi? Manaqa kampirlar oldin kiyib yurgan. Kalamushni dumini yopishtirishib yurishgan, bilasizmi? Kalamush terini qoshiga. Oldin sifilis kasali ko'p bo'lgan, sifilis kasaliga uchraganlarda qoshi bilan soch to'kilib ketardi. O'shuning uchun krisa boqib, krisani qoshi qirqib, kojasini yopishtirib yurishgan. O'rdakni yog'ini surkab, prichoska qilishgan, bijib, sasib. Chichadigan bo'lsa, tualet bo'lmagan umuman. O yo'lda oynak paqirga chichib, oynadan otishgan. Ashuchi shlyapa o'ylab topilgan. Dufi ham odamni sassiq hidi kelmasligi uchun o'ylab topilgan. Sizlar tarixni bilasizlarmi? Qishloqlar. Maytni qaranglar, qiyshiq ekan, bu qarang. Bunday tushingda chuqurga tushib ketyapsiz. Voy! Domlari qiyshiq-pishiq odamlar. Mana Nevskiy prospektda qaranglar. Oynaklari kir, shu domni menga bergan dedi. Go'zal qilib remont qilib oladi. Ana. Nevskiy prospekt sentrda. Bu yog'i Nevskiy prospekt.
Mana kvartirasi. Mebeli atomniy vaynada televizorda qaranglar. Mebeli atomniy vaynada qolib ketgan. 100 million yil oldin qilingan mebel. Voy mayda chuqurchoq ekan. Tola. Piyon tuvaleti balandroq ekan. Chiqolmayapsizmi? Tuvaletga zunada chiqasiz. Kuxnyasini mebeli mana bor-ku. Eng arzon mebel. Eng arzon. И вот эту голову. Баш, бля, не берешь? Men lekin kelkashi. Isson! Gazi bo'ldimikan, shumikan? Manta osham qilib bo'lmaydi bu yerda. Osh qilib bo'lmaydi umuman bu gazda. Kasha bo'lib qoladi. Nima? Shovla? Shovla men amamdan topib beraman sizga. Voy, sovuq ekan kvartira. Sovuq kvartira ekan. Keldi ko'tvatcha bilan uchastkovoy keldi. Qanaqadir transvizitlar kirib ketishdi dedi shu kvartiraga dedi. Kotiga skilar borib dedi. Elita kvartira, elita ayollarga bunaqa kvartira umuman yasholmayman bu kvartirada. Jinnicha. Скучно, televizorini yoqingchi, biroz albillar dermikin? O'zimizni katta kvartiradan qo'ymas. TV? Tojiki deng, o'zi ishlab ketadi. Tojiki medoni. Wi-Fi emas u Guli. Guli. U Wi-Fi emas u. Ona Wi-Fi. Adapter. Nega keldinglar boshqa kvartiraga? Xo'jayinimiz, biz ana Nevskiyda yashaydigan xo'jayinimiz, anaqasi bu yerda kolomkida, nima edi, nima deydi? Bochka. Bochkada suv ustitiladi-yu, lekin kolonka deydimi, nima deydi? O'ylar. Отопленияda suv siydida, buzilib qoldi ertalab. Keyin biz bunga telefon qildik, qayta cho'milishimiz kerak. Ayollar har kuni 2 mahal cho'milish kerak desam, bo'pti sizlarga ikkinchi kvartirani Nevskiydagi kvartirani beraman. Ashika borib cho'milib kelasizlar dedi. Kelib oldik, hammamiz cho'milgani bahona diydorg'aniyman. Prost, bunday chayqalib chiqing. Voy ana. Risolat miyasi aynigan kampir menga ana qolib ketdi. Televizori yaxshi ekan lekin. Tez cho'milsin, luntik ketaversin uyga. Shunchalik molmisiz? Yo'qol gastarbayter demadimi? Qo'shinlar. Qachon atiribmiz? Endi nima edi? Nima degani u qachon atiribmiz? Mana qizlar bir paket ovqat olib kelishib olib tiqib yeyishyapti mana. Mana qora tappi tojikning muhojiri tiqiyapti mana. Siz dieta dedingiz-ku? Dieta tugadimi? Mana главный главарь bulardi. Alkogolichka Kamila. Главный главарь. Uyquga ham, hamma yo'qqa tiqishga ham, kontakt barga borib hammani ichirishga ham, meta главарь bulardi. Uyqu malikasi. Men bor uji tom ketib qolay deb turishibdi uxla olmasdan. Men ketaman, bular uyqu anaqasiga ketishadi. Uzoq uyqularga. Luntik Turkiyadan kelgan qo'taqxo'r cho'milyapti. Ko't-potini yuvsin, ertalab rosa siktirgan. Piyoq chiqib qoldi, piyoq ko'tadan. Сегодня можно, да? Завтра мне ходить.
Nima kvartirami? Agar ertaga qilamiz, ha, uni olamiz. Burjni necha ekan? Hamma kvartirani aylanib chiqamiz. Ha? Jasmin hamma qizni transmi? Jasmin hammasi transvestit. Qo'toqxo'r mahluqlar bo'ladi-ku. Uyda ham bor, semiz bilan kinqon. Qolishdi ular. Arazlab. Albina ko'timiz bilmasa arazlab oladi-da, qonni kattaligini aybini bizga to'ngaydi. Yotibdi uyda aybdor qilib bizni semizligiga. Следующим. Прям красиво. Слушай, ты посмотри, ну что это за договор такой, что у человека квартиру отнимать, да? Договор соблюдай. Salom alaykum, salom. Siz diyeta dedingiz-ku? Вы завтра ходите. Нашел. Значит, клиент соглашается. 10 kun yemaganingizni bir kunda yeb oling. Далее квартира в качестве. Обеспечение. Ishingizga omad, rahmat. Значит, все правильно. Да, как же правильно. Batonchik yeyapsizmi? Sevaman-da batonchikni. Написано прямо. По-русски это. Bironisi yoqarsiz? Margarita. Bironisi yoqarsiz? Mana bu antenani uchiraman. Слушай, Андрюха. Qo'ying, unaqa ishlar qilmang, Gulmira. O'chirib qo'yingiz, atting. Это значит вот это будет. Tojikistonda yo'q-ku molxonada unaqa televizorlar. Sentrda yashaysiz, hech sentrli ayolga o'xshamayapsiz. Я знаю, что делать. Пошли. Закрыто там. Что закрыто? Магазин сейчас закрыт. Да какой магазин? Я знаю, кто тебе поможет. Пойдем. Mana men bittasi tojik yozyapti. Tivar deb. Tivar. Tovar или tivar? Или tuvar? O pulga ekan, qo'toqni yesin. Uchisa. Qo'toqni yesin. Bundan ko'ra kanal tomosha qilganimiz yaxshi. Voy, Ну, а че? ha. Televizor ko'rmaganimizga qancha yillar bo'lib ketdi. Televizor ko'rmaymiz, Они сказали... Tivar. Я и написал. А вы читали договор, прежде чем поставить свою подпись? Tivar или tovar? Voy, Rossiya kanalini ko'rmadik, 100 yil oldin ko'rdim. Это был завтра пора. Sariq sochlik o'ynating. Qo'toq deng aka, qo'toqni o'ynasin, qo'toq tomosha qiling. Stroykaga anu barabanda anaqa paqir eski paqirlarda beton aralashtiradigan paqirni ochib olib o'yning aka, paqillatib, taqillatib. Где это таджик? Таджик ушел Таджикистан. Уважаемые пассажиры, самолет объявляет посадку. Сделал, и он убежал в Таджикистан. Я здесь живу, а вот стой, главное, где делать это? Voy, ana har xil kanallar bor ekan, bu yerda o'ta yo'q. И суммы и пожертвования цифрами нам Европа плюс, СТС. Ana voy, Gorkin, voy, Gulmira, voy. Hozir otadi, amini yeydi keyin, amini. Ya человеческий yegandan so'madinglarmi? Человеческий shirinlikdan tashqari. Siz bu qizni qaranglar, 5 kun, 10 kun nima yedi? Voy, anaqa. Karam yedi, karam qaynatib. Endi ruletni yarmini bo'lib og'ziga tiqyapti. Bu tojikning muhojiri ko'tbirar ayol, bu Tojikistondan to'g'ri kelgan Jo'xt mahalladan. Mana Gulmiraxon shirinlikda ruletdan yarmini bo'lib yeb qo'ydi. Kruvasan qolmadi уже, наверняка. Yo'q, men unaqa narsalar yeya olmayman. Jasminni ami bujmayib ketgan. Menda am yo'q aka, qo'ttog'im bujmayib qolgandir. Keling, so'rib qo'yasiz, yalab yulqab.
Am qayerdan bo'lsin? Qoraga aytaman, qop-qora toshog'ini betingizga urib oladi, shapaloqqa yurasiz keyin. Apting suv menga. Какая красивая твоя? Что это какая красивая твоя? Моя? Шла. Tojiki zabrali. Bardak bormaylar, ertaga italiga aytmasak, pashli naqo'y deb. Men sizni yaxshi ko'raman. Tamara rahmat. Rahmatikalloh. Xomlarni qara, qo'yishdi. Xomlar? Xomlar beraymi? Homilador. Ana Gulmira. Крем keldi увлажняющий. Mana корейский. Чистый алоэ. Чистейший алоэ. Aloe коробочкада keldi mana. Shamollarning ustida. Keyin hozir men sevaman-da, kosmetikani sevaman-da. Men patchi ko'rsatdim, patchini, zолотые patchi. Mana uni для проверкаga qilib ko'ring, yoqsa yana bir 10 ta jo'natamiz deb mana bu maskani berib boribdi. Это под глаза, масочка. Ой, этот увлажняющий. Основное это гиалуронка. Гиалуроночка. Закрой окно, пожалуйста. Hozir gyaluronka ichidagini ko'rsam mana. 2 tomchi siz go'zalsiz degan gyaluronka. 2 tomchigina siz ayolga aylanasiz degan gyaluronovoy kislota. Keyin yana nima olib kelishdi? Endi главный мой покупка. Главный. Nasıl masaj qiladi? Ana, божественно, этот, как это? Умиротворение, voy, умиротворение, bu ajoyib murakkab va bunday qilib kremni surkaysizda shqat. Voy, умиротворение bo'ladi, mana. Bu go'zallik покупкасы. Buni men go'zallik покупкасini oldim. 150 so'm turar ekan emas, 800 so'm turar ekan. 800 so'm sevish. Hammasi 4200 so'mga tushdi. Arzon. Boshqa hamma kosmetika 4200 so'mga tushdi. Saharlab meni uyg'otishib, olib kelishdi. Uning ustiga men yana сапожки купила, пальто купила, классический костюм, кофту, брюки купила. На это купила вот так вот. Нет, этот Нурик, это оригинал. У меня 40% скидка карточка есть. Это в корейском этой магазине. Они мне скидку сделали 40%. Представляешь? Вот это патчи я в прошлый раз покупала. Вот эти. Она 4200 стоила. Вот это только. А сегодня за 900 рублей купила. Сегодня смотрю, скидка идет. Купила за 900 рублей. Она 4200 стоила. Этот алоэ стоила 1900. Она за 570 рублей купила. Представляешь? Сейчас огромные скидочки. Вот. Меня обрадовала с утра пораньше косметика. Потом пальто обрадовала. Купила пальто сегодня себе. Сапожки купила. Не сапожки, а ботильоны купила. Ботильоны. И классический костюм купила, розовую. Кофту купила классическую. И штаны купила одинакового цвета. Теперь... Ой, 23 kuni Nurikjon, klubga kiyib boraman, да? И трусы тоже купила, если что. Я не купила, Гули подарила. Да. Qirg'izistondan salom. Voy, o'ynaydi ochib qo'ying. Nima bola unaqa issiq uy. Klubga boramizmi? Ha, 23 kuni boramiz klubga. Восточный вечеринка ekan. Восточная вечеринкаga boramiz klubga. 23 kuni Moskva встречай. Palto отдельно купила. 44 mingga tushdi hozir. U yoqda risola qilib tushib olaman-da men ham.
Moskvadamiz? Fotosessiya yo'q, Moskvada emas, Pitcherda. Pitcherda samolyot degan studiyada qilamiz. Rasmga tushamiz. Mazza qilib 22-kuni syomka, 23-kuni ertalab yo'lga chiqib ketsak, kechqurungacha yetib boramiz. Kechqurun keyin klubda ontar-to'ntar kutib o'tiribmiz. Bir 3 soatmi bo'ldi ketganiga, endi bir yana 2 soatmikin qiladi. Kecha qoshlar qildirib kelishgan hamma qizlar, tatuajlar, qosh kipriklar, tirnoq hamma yo'q uyga chaqirib, keyin uyga borib qoshlarini qildirib kelishgan. Endi men ketsam ham bo'laveradi, go'zallashib ketish juda ham. Любишь, не любишь, это не важно. Ты обманула, я тебе дважды. Сердце кричит, голос собрана. Ты слишком поздно, ты слишком рано, душе огонь и боль. На реваншем